Umr juda tez o'tib ketyapti. Bolalik qana o'tib ketganini bilmay qoldik. Hamma bolalikka qaytgisi keladi. To'g'rimi? Bolaligi mehnatda, azobda, yetimlikda o'sgan odam ham qaysidir jarayonga yana bolalikka qaytgisi keladi. Bolalikda qandaydir xotirjamlik istaydi. Ro'zg'or tashvishi yo'q. Nima yerkinman degan tashvish yo'q. Uy solishim kerak degan tashvish yo'q. Uylanishim kerak, ishlashim kerak degan tashvish yo'q. Katta bo'lgandek kechalari bilan uyqusizlik tashvishi yo'q. Uyqusi keldimi, qatga bo'lsa yotib uxlab ketilaveradi. To'g'rimi? Hamma bolalikka qaytgisi keladi. Hech bo'lmasa suhbatlarda qaytgisi keladi. O'shaning uchun qatga borsangiz bolalik haqida suhbat ketadi. To'g'rimi? Katta bo'lib bolalikka qaytgimiz kelyapti. Imkon bo'lsa qaytamiz. Ota-onamiz bo'lardi bolaligimizda. Misol hozirgidek g'am tashvishlarimiz yo'q bo'lardi. Baxtimiz bor edi qanday bo'lsa ham. To'g'ri. Zo'r hayotda yashamagan odam ko'p bizga o'xshab. Lekin xotirjamligi bor edi-da, ajoyib. To'g'ri, bitta nonni bir kun yesa ertagali tashvish yo'q edi. Misol och qolgan paytlar bo'lgan boshqa, lekin qaytgimiz keladi baribir. Hozir bolalikka qaytgimiz kelayotgandek, qiyomat kuni dunyo hayotiga qaytgimiz kelib qoladi. Ibodat qilardim, itoat qilardim, savob amallarni ko'proq qilardim degan afsus bo'ladi. Shuning uchun bugungi kunda g'animat bilaylik. Ertaman turyapsiz, kech kiryapti. Kun davomida 5 vaqt namoz o'qigan odamni ham kuni o'tyapti, namoz o'qimay o'tgan odamni ham, savob amal qilgan odamni ham kuni o'tyapti, ota-onasiga bir vaqt ajratgan, uni duosini olayotgan, oilasiga yaxshilik qilayotgan odamni ham kuni o'tyapti. Kimdir bomdodga turyapti, kimdir 8-9 o'lishga turib ketyapti.